Yig'laverma. Soat 3 bo'lyapti, qayerdasan? Kelyapman aka, kelyapman mana. Xonangdan ham bir ikkita narsalar chiqdi-da. Ya u narsalar meniki emas aka. Ayam bilan dadamni tiriklaring yo'lga tiqmoqchimisan sen bola? Tez kel deyapman. Aka meni kelyapman deyapman o'y. Sizga kirish mumkin emas. Farzandingizni ikkala ko'zi ham jiddiy shikastlangan. Tezda donor topish kerak. Aks holda ko'r bo'lib qolishi mumkin. Aka, ukamga men donor bo'laman. Meni aybim bilan bo'ldi. Agar hamma rozi bo'lsa, operatsiyani boshlaymiz. Ko'ryapman. Ko'ryapman ada. Oyi ko'ryapman. Shoshmanglar. Bitta ko'zim ko'rmayapti-ku. Ha, darmayat, men ham ko'rishim kerakmi? Ashucha bittasini berdim. Moni zrenasicha pasma deyman-da. Mashina bersam bo'lardi-ku. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz uka. Ha aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da. Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling. Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burban bilan to'ragatib men qilib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик, откроется пути, придется в эту яму. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz uka. Ha aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da. Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling. Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burban bilan to'ragatib men qilib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик, откроется пути, придется в эту яму. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning uylar uchaman desam, ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'yag'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelinglar.
Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onang ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasi xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vich qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Marab aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi deb. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zqani. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. So'rintaydi ekan. Mishig'i yeb ketmasa, qarang. Qarang. Assalomu alaykum dada. Qayerdan kelyapsiz, oqsalanib? Ha, maktabdan bankomatga jo'natuvdi. Lineyka bilan urishdimi? Bizda ham bo'lgan. Sen tayyorlan, bitta ish bor senga. O'g'lim hozir kurashasan. Agar yutadigan bo'lsang, Xonsaroyda Ramazon loyihasidan boshlang'ich 30% to'la senga uyga beraman. Tushundingmi? Davay, qovoq qo'ying. Ha, davay. Menga qara Lutfulla. O'g'limni kurashda yutsa, mashq qo'yman-da. Bu tovuq urishtirganda qilinarda. Bo'ldi, qo'rqma. Davay, so'zog'oniga sous qil. Bolam cho'chimoqmi? Bos. Taysa motivatsiya. Pingvin kabi bo'linglar, pingvin kabi. Pingvin ham toqqa qarab chiqib ketyapti. Mana des, bos. Ur bolam. Qo'ydi bering. Nima gör? Mana des to'choq, qo'ydi uyga bor. Menga qara Lutfulla. Ko'rganlar aytibdi, o'g'lim sochini tortib uribdi. Unaqasi ketmaydi. Sochini yig'ishtirib chiqsin. Jang bo'lyapti bu yerda. Erkaklar jangi bo'lyapti. Sochini o'stirib chiqadi, to'lkalarga o'xshab. Gazini bosinglar, ey. Nima deysan? Yo, men o'zimga o'zim chotki bosinglar. Nomon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, chetini ochaman hozir, qarab turingmi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tovag'im. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'g'lim. Qanisi shunaqa ishlar qilsam, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'lim. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayoligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon, mana telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'lim. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilasan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna, mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday go'zal olamda yo'q. Ering ham yo'q. 50 ga kiryapsan, yaqinda pensiyaga chiqasan, qizim. Nima, men sizga ortiqchalik qilyapmanmi, ota? Men ham nevara o'ynatib, quchog'imda mana etagingni siyib qo'ysa bahramand bo'lib o'tirgim keladi-da. Meni ko'nglimni ola oladigan shahzodaga tegaman. Tanla bo'lmasa bittasini. Qirolim, turli mamlakatlarning shahzodalari Malikaning qo'lini so'rab kirishdi. Chaqir qo'yog'ini. Shahzodam. Birinchi shahzodamiz аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. Yo, brat. Слишком аккуратный. Слишком аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. O'ziga keldi endi. Shahlo ko'zli malikam. Malikam, men sizga dunyodagi eng qimmat toshdan yasalgan uzun olib keldim. Durmang. Bijuteriya-ku, Chorsuda sotiladi 5 tanga. Yo'q-a? Mayli, o'zingiz bilasiz. Eshitib aloqadaman. Qizimga ko'zini qisganda, ko'zini qisinglar, jallod. Keyingi shahzoda otarchi Gritbey. Mandarin po'chog'i. Mo'ha
inobatim o'chog'i. Voy qirolim. Ey! Qizini so'rab keldim. Bobojon, menga uylanmoqchi bo'lgan o'g'lingiz qani? O'g'illarimni uylantirib bo'ldim. Endi navbat o'zimga. O malikam. O belam. O'zi 5-6 oylik umringiz qolibdi. Yaxshisi uni barakali o'tkazing. Biyon bilan zangil bo'y. Navbatdagi shahzoda Ahror Benj. Bo'ldi, bor kal. Ha, Ahror kal. Malika, sizga nima sovg'a qilishni rosa ko'p o'yladim. Bahon saroyning Muhabbat shahri loyihasidan 2 xonali xonadon sovg'a qilmoqchiman. Yuragi tegdimi? Ko'zimga tegdi. U yerda bo'lajak farzandlarimiz uchun bolalar maydonchasi, tulponlaringiz uchun 2 qavatli tulporgoh, birga sayr qilishimiz uchun esa eko hudud. Xullas, ikkalamiz baxtli yashashimiz uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Men bilan ketishga rozimisiz? Roziman, faqat chirichorsa ketamiz. Boygi bijuteriyani ham ketamiz. To'xta, qaro firibchi yo'qda. Uyda oylik to'lovini menga yozib ketibdi nomard. Alo, kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi, kuyov bola? Dada yasab oldi, qaynatamsiz. Bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha, kuyov bola? Erta bilan bozorga borib keling deydi, shunga keldim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi, kuyov bola, 8 ga deganman. Bo'pti. Mashinada o'tirib turaman 2 soat, chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'sha mingillayapsizmi? Chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimiz, kuyov bola. Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, savdo qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, savdo qolib ketibdi, shunday olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Ha, biznesmenman, andijonli bola, to'y ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? Dada ko'chada muzlab qopti. Dada? Ha, Komil. Yes. Voy, dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Erayni ammasiniki ketyapman. Komil yerini hayda beri. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Hayda ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Poponam hozir kelaman. To'choq sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Qo'yag'im chiqib qoladi. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi.